Salom, salom. Bugun ham qo'ziqorindan mazali taom tayyorlaymiz. Buning uchun bizga go'sht, qo'ziqorin, kartoshka va piyoz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib kartoshkalarimizni parre-parre qilib to'rg'ashdan boshlaymiz. To'rg'ab olgan kartoshkalarimizni turgan joyda qovurib olamiz. Tuz va zira solish esdan chiqmasin. Kartoshkalarimiz qovurilguncha go'shtlarni ham maydalab olamiz. Go'shtga ham alohida tuz va murch qo'shamiz. Piyozlarni ham parre-parre qilib to'rg'ab olamiz. Videolarim yoqayotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling. Mana kartoshkalarimizni ham qovurib oldik. Ana endi qozonimizga go'shtimizni solamiz. Ketidan piyozni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Go'sht bilan piyozni yaxshilab qovurib olgandan keyin qo'ziqorinlarimizni solib qovurishda davom etamiz. Mana qo'ziqorinlarimiz ham yaxshilab qovurilib oldi. Ana endi kartoshkani solib aralashtiramiz. Mana shu paytda tuzini bir ko'ramiz va kam bo'lsa tuz qo'shib yuboramiz. Hamma ovqatni bir joyga to'plab, ustidan tarelka yopib 20-25 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Mana qo'ziqorindan yana bitta ishtaha ochar taomimiz tayyor bo'ldi. Bizlarga esa yoqimli ishtaha, albatta tayyorlab ko'ring, afsuslanmaysiz. Kuzatganingiz uchun rahmat. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman.